toza tiniq suv olinib, unga garmon qo'shiladi. 1 litrga 9 gram darajasiga yetib kelgan, o'shani tayyorlab ko'rsatamiz. 9 gram o'lchab olindi. Mana shu eritmamizdan bemalol foydalanish mumkin. Birinchi qo'ltiqlarda misol uchun 5-6 qo'ltiq ko'tarilgan sari 1 gram qo'shib boravergan. Bu yerda taxminan 7 gram 8 gramgacha tepaga chiqqan sari 1 gramdan qo'shib boraverganman. Mana shuni tiqib olinadi. Ochilmagan guli keyingi safarga, mana shu ochilmagan guli yana ochiladigan bo'lsa, keyingi safar yana qo'shib tiqib olaverganman. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agar soha mutaxassislari. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar tomonidan kelgan ko'p murojaatlar asosida yana bir kichik video lavha qilishga qaror qildik. Ayni ana o'sha pomidor gullarini changlatish haqidagi videomizga ko'p savollar, izohlar kelib tushmoqda. Shu o'rinda mana sizga yaqqol isbot sifatida ko'rsatmoqchimiz. Alfa Agro kompaniyasini Pink 664 gibridi botirib changlatilgan, ko'rib turibsizlar. Har bitta shonalarini juda ham yaxshi ushlagan. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, mana 5-chi, 6-chi, 7-chi shonalarigacha juda ham yaxshi ushlagan. O'sha yuqoridagi videolarimizda aytib o'tilgandek, o'sha komandagi uni hammasini botirib changlantirgansiz, to'g'rimi? Ha. Bir xillarini qaytadan ham changlantirilgan, 2-3 martalab ham har bir guli tiqilgan. Qayta. 2-3 marta ham mana xuddi shu o'rinda shunaqa savollar ham bo'lganki, bir marta botirilgan gulni yana botirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu hech qanaqa zarari yo'q. Buni ikkinchi marta botirsangiz, keyingi gul ochilganda unisi changlanadi, keyingisiga o'tasiz. Buni hech qanaqa zarari yo'q. Buni qo'rqmasdan 2-3 marta ham botirsanglar bo'ladi. Mana dehqonimiz ham o'zlari ham aytib o'tdilar, mana natijalarni ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari keyin bir narsaga e'tibor qaratish kerakki, pastki qismlarda o'simlikni o'sha sokedvijeniya deydi, suv aylanish tizimi, shira aylanish tizimi yaxshi ishlaydi. Yuqoriga chiqqan sari suvning bosimi pasayib boradi. Shuni hisobiga iloji bo'lsa, ikkinchi yarusdan keyin, mana 3-yarusda, misol uchun hozir albatta uni tayyorlash jarayonlarini biz namoyish etamiz. O'sha istalgan garmon bilan, kimdir o'sha tamaton bilan ishlab o'rgangan, kimdir rengulet, kimdir polistimulin bilan ishlab o'rgangan, farqi yo'q. Qaysi garmon bilan ishlashingizdan qat'iy nazar miqdorni, konsentratsiyani salgina oshirishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Misol uchun bu yerda o'sha Komiljon akam tamaton bilan ishlaganlar, ya'ni 1-2 yaruslari 1 litr toza suvga 5 gramda garmon qo'shilgan bo'lsa, 2-yarusdan 6 gram, 3-yarusdan 7 gram. Misol uchun keyingi yarusiga 1 gram qo'shib borganman. Har bir yarusiga 1 gram qo'shib borganlar. Bu juda ham oqilona qaror hisoblanadi. Sababi yuqoriga chiqqan sari o'sha sokini, shirani aylanishi kamaygani hisobiga garmonni dozasini balandlatganimiz o'simlikni majbur qiladi o'sha suvni yuqori yaruslarga ham tortib berishga va bir tekisda mana shu ko'rib turganingizdek kattalashadi. Albatta hozir ko'p shu savollarga videoda javob berib o'tishga harakat qildik. Mana shu agrotexnik tadbir, ya'ni changlash tadbiri juda ham muhim tadbir hisoblanadi. Juda ham bir e'tibor bilan qarashingizni so'ragan bo'lardik. Qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, bu o'sha bor mehnatni yuzaga chiqarib beradigan tadbir hisoblanadi. Endi ko'pchilik o'ylaydi, sepsamchi. Sepganda ham changlanish yuz beradi, to'g'ri, lekin botirib chiqish amaliyotda mana ko'rib turibsizlar, anchagina afzal metod hisoblanadi, anchagina afzal usul hisoblanadi. Shuning uchun mana shunaqangi natija olishni xohlasanglar, albatta mana shu A664 pushti pomidor singari shunaqangi natija olishni xohlasanglar, avvalambor nav tanlashda adashmang va albatta changlatish agrotexnik tadbirlarini o'z o'rnida, o'z me'yorida amalga oshirishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Mana misol uchun kelib ko'rishingiz mumkin, eng yuqori yaruslarni ham qanaqa yaxshi ushlagan. Mana shu yerning o'zida ham 6 ta hosil bor. 1, 2, 3, 4, 5-sida qanaqa ushlagan. 6, 7-si ham mana katta qilishni boshladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, natijalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. A664 gibridi mana hosillari hech qanaqa yorilish ham natijasi yo'q. Yorilish belgilari umuman yo'q. Birinchi kislari endi ozgina bu yerda terilgan ekan. Jahongir, shuni bilmamanda kelishingizni termay turardim. Hozir bir 3 marta terim bo'ldi betdan. Mayli endi hozir, lekin umuman yorilish yo'q. Yo'q. Ranglari juda ham yetilgan, juda ham yaxshi, o'zi bozor suyadigan malina rangda, qattiqliklari juda ham yaxshi, umuman yorilish holati yo'q.
Keyin yana bir qo'shimcha qilmoqchiman, bir tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun. 6-da to'xtatganmiz, 7-lari gullab qoldi ayrimlari. Shuni bir changlatishni bir ko'rsatib Ha, bersak. gulshonalarini botirib changlatishni ko'rsatib Bir ko'rsatib bersak. Marhamat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana garmondan foydalanishda o'sha miqdorni yarısma-yarıs oshirib borish haqida gapirib o'tdik. O'lchovi aniq bo'lgan idishda 1 litrlik bo'ladimi, 5 litrlik bo'ladimi, toza tiniq suv olinib, unga garmon qo'shiladi. Hozir bizda misol uchun 1 litrga 9 gram darajasiga yetib kelgan, o'shani tayyorlab ko'rsatamiz. To'qqiz gram o'lchab olindi. 1 litr suvimiz aniq. Mana shu eritmamizdan bemalol foydalanish mumkin. Bu xohlasa 5 gram o'sha boshlang'ich yaruslarda, yuqori qismida hozir biz 9 gram darajasiga yetganimiz uchun 9 gram qo'shildi. Kichigina idishga yoki katta idishga tayyorlanadimi? Quyosh nuri tik tushmaydigan salqin joyda saqlansa, bemalol uzoq muddat foydalanish mumkin bo'ladi. Videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi deb hisoblaymiz. Keling. Hormang Kamoliddin aka. Assalomu alaykum, keling. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir joyda emas, hamma joy bir xil changlangan. Mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Tomoshabinlarga mana 1, 2-xona, 3-xona. Shuni avvallari men ham tushunmasdim-da, bir marta changlatib o'tib ketardim. Ayrimi ushlardi, ayrimi ushlamasdi. Bu yil bir sinov tariqasida changlanganini yana botirib ko'rdim. 100% hammasi ushlandi. Ko'rishingiz Juda ham mumkin. chiroyli. Keyin tomoshabinlarga yana bir tushunarli bo'lishi uchun mana men bitta qanaqa changlanganini Shuni bitta ko'rsatib bersangiz o'zingiz bermoqchi edim. Bir xilla tushunmasligi mumkin. Amalda ko'rsatgan baribir boshqa. Buni avvaldan tayyorlab olganmiz. Tamatonda ishlayman men. Mana shu gulxonani kesmasligi uchun baklashkani qulay qilib tayyorlab olamiz avvaldan. Birinchi qo'ltiqlarda misol uchun 5-6 qo'ltiq ko'tarilgan sari 1 gram qo'shib boravergan. Bu yerda taxminan 7 gram, 8 gramgacha tepaga chiqqan sari 1 gramdan qo'shib boraverganman. Mana shuni tiqib olinadi. Mana shunaqa qilib changlatganmiz. Misol, ochilmagan guli keyingi safarga endi bizga changlatish kerak emas. Tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatdim 7-qo'ltig'ini changlatishni. Mana shu ochilmagan guli yana ochiladigan bo'lsa, keyingi safar yana qo'shib tiqib olaverganman. Mana Jahongir to'xtatilgandan keyin mana bu 7-gulshona. Mana bu 8-gulshona. Bu gibridni kuchliligidan to'xtatilgandan keyin yana ikkita gulxona gullavordi. Mana xuddi shunaqa qilib changlatamiz. Mana shuni tiqib changlatib o'tib ketganmiz. Ochilmaganini 3 kun, 4 kundan keyin yana bitta qo'shimchasiga hammasini qo'shib tiqib changlatganman. Bir martada to'xtab qolmaganmiz. Barakasini bersan. Rahmat, mana ko'rishinglar mumkin. 7tasi hammasi juda chiroyli. Xohlagan joyingizni olishingiz mumkin. Mana yo'llarini ham ko'rishingiz mumkin. 100% changlanishiga men amin bo'ldim. Bu hozir siz suratga olayotganingiz 5-6-qo'ltiqlar. Barakasini bersin Kamoliddin aka. Rahmat, rahmat. Mana ko'rishingiz mumkin, bular 3-4-lar. Endi kelishingizdan oldin ogohlantirib qo'yganingizda termagan bo'lardim. Bundan ham chiroyliligini tomoshabinlar ko'rishini xohlardim. Rahmat Kamoliddin aka. Rahmat sizga ham Jahongir.